Erkin Malik, bolalik va o'smirlik ko'chalari. Falokat ustiga falokat. Anchadan keyin mashinada orqaga qaytdik. Partkom tog'aning peshonasini durracha bilan bog'lab, ustidan shapkasini bostirib kiydirib qo'yishdi. U haydovchining yoniga kirdi. Tramvay ota ikkovimiz tepaga chiqdik. Mashina joyidan qo'zg'alyapti-yu, yon atrofda Mahsumcha akamni qidiraman. Xayolimda zovurlar chetidan qamishlar orasidan qarab turganga o'xshaydi. Ha, nomardlar tashlab ketish ekanda degandek bo'ladi. Endi ovuldagilar Mahsumcha akamni shpana deb tinch qo'yishmasa kerak. Balki indashmas. Ajab qilding, hayit namozini o'qitmaganning jazosi shu deyishar. Nima bo'lganda ham endi Mahsumcha akam biz tomonlarga bormasa kerak. Bormagani yaxshi. Borsa partkom tog'a uni qamatar. Mahsumcha akam buni biladi. Cho'lning ichkarilariga kirib ketadi. Uni topa olishmaydi. Mashina past va baland yo'llardan gurullab shoshib boradi. Muzdek kuz shabadasi odamni entiktiradi. Tomlariga sholi poxollari uyilgan ovul allaqachonoq ortda qolib ketgan. To'rt taraf to'qay, qamishzor. Qamishzorlar shamolda chayqalib, go'yo butun cho'llar beri borib keladi. Mashina zovur yo'qolab tushgan yo'ldan borardi. Orqasidan har zamonda paqillagan ovozlar chiqadi. O'rdaklar cho'chib tepaga havolanadi-yu, yana pastga sho'ng'iydi. Mahsumcha akamning aytishicha, yovvoyi o'rdaklar yoz bo'yi semirgan, endi uzoqqa ucha olmaydi. Ularni tutib yegan odam mazza qiladi. Tramvay o'tiga qarayman. Qovoqlari soliq, mashinaning taxta devoriga orqa tirab, xayol surib o'tiribdi. Har zamonda nimagadir peshonasini ishqab qo'yadi. Boshidagi oq namat do'ppisini nari beri suradi. Shundoqqina tepalarda serrayib turibman. Men bilan ishlari yo'q. Tramvay ota, deyman engashib. Ne deysin, shirag'im? Hayit namozini o'qimadik-ku, endi nima bo'ladi? Qo'rqma shirag'im, Xudoyim o'qiganlar qatoriga qo'shadi. So'raganini ham beradimi? Beradi, shirag'im, beradi. Bu javobdan xursand bo'lib, yana oldinga qarab olaman. Shu payt ko'zim Mahsumcha akamga tushadi. U oldinda tez-tez ketib boryapti. Mahsumcha akam! Ana, Mahsumcha akam! deyman turgan joyimda sevinganimdan sakrab. Mahsumcha aka! Tramvay ota ham o'rnidan turib ketdi. To'xtat! deb kabinani mushlay boshladi. Mashina to'xtamoqchi bo'lib bir silkindi-yu, yana tezlab ketaverdi. Mahsumcha akaning shundoqqina yo'l chekkasiga o'tganini ko'rib qoldim. Tramvay ota baqirib so'kindi. Mashinani to'xtatmagan haydovchini so'kdimi yo Mahsumcha akamnimi bilolmay qoldim. Men uni ko'rmoqchi bo'lib orqaga qaytdim. Changdan bo'lak hech narsani ko'rmadim. Mahsumcha akam hammadan oldin bu yoqqa jo'nab borgan ekanda. Qamab qo'yishlaridan qo'rqmaydimi? Idoraga yaqinlashib qolganimizda birov yon tarafdan to'qayzordan to'xta deb qo'l siltab bizga qarab yugurib kelaverdi. Tepadan turib tanidim. So'kong'ich amaki gandiraklab kelishidan ichib olganga o'xshardi. Arafa oshida tramvay ota hayitning hurmati bor deb ichirmagan. Zo'r povurga tushib ketganmi, ust-boshlari shalab bor. Mashina shundoqqina uning yonida to'xtadi. Nima deysan? degandek haydovchi boshini chiqardi. So'kong'ich amaki birdan tilga kirdi. Go'r bo'ldi, o'lib qoldi deb dod solib yubordi. Keyin shopirga bu yoqqa hayda deb to'qay tomonga yugurib ketdi. Aftidan u partkomni tanimadi. Mashina tekis yo'ldan chiqib, So'kong'ich amakining orqasidan kuchanib yura boshladi. Sho'ri yuziga urib, bilchillab yutgan joylardan yurishga qiynalardi. Yo'lida uchragan yakkam-dukkam qamishlarni ezg'ilab, popuklarini to'zdirdi. Tramvay ota oyoqlarida turib olib, Xudoyim-o deb hali u yoqqa, hali bu yoqqa boshini tashlab alanglar. Mashina chayqalganda tizzalari bukilib ketardi. Hayolimda So'kong'ich amakining go'r bo'ldi, o'lib qoldi deb dod solgani qulog'imda hamma yoqdan eshitilayotganga o'xshardi. Ichib yursa ham tramvay ota Abziga qattiq gapirmasdi. Sabr, beshara deb qo'yardi. Abzi xotini bilan qizini boshlab kelganda eng ko'p suyungan odam tramvay ota bo'ldi. Anisaga tulki terisidan telpak sovg'a qildi. Tramvay ota Anisani "Bikech, shirag'im" deb og'zidan qo'ymadi. Yopgan bo'sh silliq nonlari, qoq baliqlarni maqtagan. Boshqa quruvchilarga qarab,
Mina abzining bola shaqasida jon edi. Senda nag'ib akam yeysan, ey. Senderning umring bari o'tirik deb jahl qiladilar. O'tirik degani yolg'onda kam hayot deganlar. Siz ko'p narsani bilmaysiz, chol, deb qutulishadi quruvchilar. Bir kuni so'konch amaki abzi bilan ichib o'tirib, Anisaga tegajog'lik qildi. Hadeb, erim deyaverma. Eringni bir urib o'ldirib seni o'zimniki qilib olaman, degan edi. Biz Farida bilan quymoq yeb o'tirgan edik. Farida qo'rqib yig'lab yubordi. Abzi Faridani erkalab, "O, bo'laqayim hazillasha, ul mening prantavik og'ayim, o'ldirmay nechik o'ldirsin", deb uni yupatgan edi. So'konch amaki rostdan ham abzini o'ldirib qo'ygan bo'lsa-chi? Ko'z oldimizda paydo bo'lgan qo'rqinchli manzarani ko'rib qotib qoldik. Ekskavatorning bitta g'ildiragi sitilib, yonlamasi bilan zo'rga tushib ketibdi. Tramvay ota boshini changallaganicha nuqul "Oy, bayov!" der edi. Oxiri mashina kuzovidan sakrab tushdi-da, ekskavator tepasiga borib turib oldi. Keyin peshonasini ishqab, tizzasiga ura-ura u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Ekskavator tanasi bilan zo'rga ko'prik bo'lib tushgan suv temir tersaklar orasidan o'ziga yo'l topib yog'lanib oqardi. Partkom tog'a ham pastga tushdi. So'konch amaki partkom tog'aga yaqinroq kelib qaradi-da, birdan tanib qoldi. So'rash uchun shoshib qo'l cho'zdi. U "Sizga nima bo'ldi?" degandek partkomga tikildi. Partkom tog'a "Ishing bo'lmasin" degandek qo'l siltadi. Hech kim abziga qani deb so'ramas, es-hushlari ekskavatorda bo'lib qolgan edi. Men qo'rqibsa abzini qidirar edim. O'lgan bo'lsa qayerda yotibdi ekan? Partkom tog'a "Oyoq tagida o'ralashma" deb meni mashinaga chiqarib qo'ydi. Mashina usti qaytaga yaxshi ekan, hamma yoqni ko'rsa bo'ladi. Partkom tog'a bizni boshlab kelib, karaxt bo'lib turgan So'konch amakiga baqirdi. "O sen, qani go'rkoving?" U ekskavatorning temir uychasini ko'rsatdi. Abzi shu uychada o'tirib ekskavatorni boshqarardi. Hozirgi ahvolda uychaning uychaligi qolmagan edi. Uni ekskavatorning kovushi ezib yotardi. Men uni abzining yoniga chiqib olgan paytlarimda shu temir kovushdan rosa qo'rqardim. U hadeb temir uychani mo'ljallab bosib kelar edi. Temir uychaning eshigi zo'rning devoriga qopqoq bo'lib qolgan, oldindagi oynali darchasini kovush bosib yotardi. Abzi bechora uyning ichida qolib ketgan. Kovushni po'lat arqonga bog'lab, bir uchini mashinaning orqasiga bog'lashdi. Partkom tog'a "Boshla" degandek haydovchiga qo'l siltadi. Po'lat arqon qarsillab tortildi. Mashinaning g'ildiraklari tuproq aralash loy sochib, chirpirak bo'lib aylandi. Tramvay ota bilan So'konch amaki ham qarab turishmay, yelka tirab itarishib olishdi. Partkom tog'a shapkasining ayvonini ko'tarib, tez-tez peshonasini ushlab qo'yardi. Oxiri temir kovush ichidagi balchig'i bilan bir chekkaga surildi-da, sarg'lab u bilan zo'rga tushib ketdi. So'konch amaki shoshgancha sakrab o'tib borib, temir uychaga mo'raladi. Keyin kutilmaganda biz tarafga qarab iljaydi. Nima deysin, Shiraq? Go'rkov tirik. Men mana u temir uychada qolib ketdimikan deb o'ylagan edim. Voy onangni bolasi, o'takamni yordi-ya. Unda u necha bo'ladi? Shirag'im, So'konch amaki yelka qisdi. Bu ish bo'lganda siz qayerda edingiz? So'roqqa tutdi Partkom tog'a. Do'konga ketuvdim, kelgunimcha shu ahvol, dedi u yerga qarab. Tramvay otaning jahldan yuz ko'zlari burishib ketdi. Oy bo'y, sen itna balasi, sonday kundada binaga barding-ba? Boshini changallab tebrandi ota. Ne kasapat, ko'rding-ba? Yakin o'ziga seni. Bo'pti, shang'illayvermang hadeb. Kasapati, temir-ku bu. Odam o'lib ketsa nima bo'lardi? Baland keldi So'konch amaki. Kechga tomon cho'l osmoni motorlar shovqinidan guvillay boshladi. Ekskavatorni boqib-qoqdan tortib olish uchun har yoqdan turli xil texnikalar yetib kelgan. Turgichlar, dirakli Studebaker, Amerikan mashinalar. Ammo abzi hech yerda yo'q. Qilar ishni qilib qo'yib, qochib ketganga o'xshaydi. Ichim qizib, o'sha yoqqa borib keladi. Mujgon opa Farida ikkovimizni yonidan qimirlatmaydi. Haytlab shaharga tushib ketganlar hali uylaridan qaytishmagan.
Anisa ham, Mahsimcha akamning ham chirog'i o'chiq. Ular ham o'sha yoqda. Mujgon opaga Mahsimcha aka bilan bo'lgan voqealarni aytib berdi. Mujgon opa bu gaplarni qo'rqib, vahimaga tushib eshitdi. Bechora Mahsimchaning peshonasi shug'ur ekan, deb bo'xtotdi. Farida biznikida uxlab qoldi.